Biz hozir 12 yildan beri faoliyat olib borayotgan Xalisa.uz asoschisi Edgar akadan biz qilgan ishlar haqida so'rab qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Edgar aka, bilamizki 12 yildan beri faoliyat olib boryapsiz. Samarqandda yana boshqa Limonaddan tashqari boshqa joylarda filiallaringiz bormi? Ha, обязательно bor. Qayerlarda? Va shu Limonadni birinchi filiallarimiz bo'lsa, Xalisa.uz nomer 1, ikkinchisi Sardiniyaga, uchinchisi Sartepoga, Xudo xohlasa yana to'rtinchisi ham ochmoqchimiz. Mana shu akamiz, mana shu Xalisa.uzning nomer 1ni shunaqa chiroyli qilib menga yasab berdi, menga juda ma'qul bo'ldi. Klientlar shunaqa uzoq joydan ham shunday ko'zga tushyaptiki, shu reklama Xalisa.uz kim yasatdi deb men 4-5 ta ko'p aka-ukalar murojaat qildiki, shu akaning nomerini bering, juda chiroyli yasagan deyapti, ishiga juda usta ekan deb mendan so'raganiga men shu akaning nomer telefonini beryapmanki, juda ishiga usta ekan, professional darajada ishlaydi, juda menga ma'qul bo'ldi ishlari. Hamma vaqt ishiga omad, dalshi aka-uka bo'lib qolamiz. 2 yil, 3 yildan beri shu bola bilan ishlayman. Biron xatochilik, biron nima bo'lgani yo'q. Hammasi yaxshi.